Ramazan yazmaları 5. bölüm Roza tutuş, özünü tutqanlıq. Ey Ramazan, kel, bizni tut. Zamanəvi şəhərlər açlıqdan ölgən ruhlar qəbristanlıqqa oxşaydı. Kelişkən vücutlar, ölgən ruhlar tağıtığa aylanıdı. Qur'an bular üçün kiyindirilgan ustixon ifodasini ishiltidi. Bu vaqtdan boshlab insonning inson tarbi orqaga ilinib, bashar, ya'ni ilohiy ruh pöylanishdan burunqi holati tarbi oldiga chiqqan bo'ladi. Ruh uchun o'lim bir o'xshatish. Ruhlar o'lmaydi. Chunki o'lim degan narsa shakl o'zgartish xolos. O'lim yo'qlish emas, balki yetib berish. Bu nuqtadan qaraganda ruhning o'limi haqida so'z qilish xuddi ruhini yo'qotib qo'ygan jonsiz bir badanga o'xshash, hayotning meyitga aylanishini keltirib chiqargan ruhning yo'tkilishi haqida to'xtalganlik bo'ladi. Faqat yo'tkilishdan emas, o'zini o'ltirib olish haqida to'xtalganlik bo'ladi. Açlıqdan o'lgidek holda ruhni och va suvsiz qoldirish albatta o'zini o'ltirib olganlik bo'ladi. Jismi o'lib olishning natijasi jasadni mozorga ko'mish, ma'naviy o'lib olishning natijasi ruhni vujudga dafn qilish bo'ladi. Ruhga mozor bo'lgan bir vujudning oshxona, yotoq, qo'nalg'u, ishxona va taratxona orasida qatrashdan boshqa qiladigan bir ish yo'q. Bundaq bir kishining hayot haqidagi tushunchasi o'xshash bir dunyoda, ya'ni zaminda yashayotgan boshqa jonliqlardami bo'ladigan tabiiy hayotdan iborat. Bundaq bir hayotning ma'nosi bo'lmaydi. Chunki u dunyo bilan cheklanib qolgan. Vujud tavtida ruhning jinozasi. Faqat yana bir yuzi bo'lmagan bir taraflama fani dunyolik hayot tushunchasi bilan mozorga ilib mengiladi. Bo'lmasa bir inson vujudini ruhning mozori qilishga qandoqmi rozi bo'ladi deysiz? Faqat ruhiy ochliqni bilib yetadigan o'zlik engini yetildirish orqali bu qo'rqinchli oqibatning oldini olg'ili bo'ladi. O'zini yo'qotib qo'ymaganlar ruhlarningmi ichir qaydiganligini, chanqaydiganligini biladi. Qo'saqning ochliqini enzimlar mengiga xabar qiladi va kishini ogohlantirib, g'izolanish uchun harakatga o'tkazadi. Ya'ni enzimlar bir xil ich, rasul elchi. Ular bo'lmasa inson qo'sqining ochqanligidan xabardor bo'la olmaydi. Allohning rasullari bo'lmay turib, inson ruhining ichirqab ketganligidan xabardor bo'la olmaydi. Ular bir jihatda ruh enzimi rolini o'ynab, insonga ruhning ichirqab va chanqab ketganligini bildirib, insonni ruhning g'izosiga yuzlantirdi. Insonni ruhni yaratgan va uni o'z ilkida tutqichi Allah tayyorlagan samoviy dasturxonga taklif qiladi. Bu dasturxon vahiydan boshqa narsa emas. Odam bolalari nimani yesa o'ziga hayot baxsh etadiganligini, nimani yesa hayotidan ayrilib qoldiganligini u dasturxonga qarab o'rganadi. Mavjudiyat, hayot va o'zini u dasturxon orqali o'qidi. U dasturxonga qarab, dasturxonning sohibxoni va o'zi haqida
bilimge ega boludu. Ruh va uning shakllari bo'lgan aql, iroda, ong, idrak va tushunish qobiliyatini qandoq beqib cho'ng qildiganligini, qandoq asrab parvish qildiganligini u dasturxondan o'rganadi. Ramazon samaviy dasturxonlarning toji bo'lgan Qur'on vahining o'zidan nozil bo'lishga boshlaganlik uchun oylar sultoni bo'ldi. Vahiy tug'ilgan oyning ro'za tutish orqali muboraklanishining hikmati ruhlarning ijir qaydiganligini, hatto ochliqdan o'ladiganligini his qildirish edi. Ruhning ochliqini his qilg'uchi hayotning, insonning, hatto o'zining meyitga aylanib qilishiga rozi bo'lmaydi. Inson och ro'yini to'yg'izish uchun ishonchlik manba izlaydi. Bu izdinish uni ichki dunyosiga yuzlantirib, qalb ishkining oldiga elib keladi. Butun masala dal mushu. Zamonaviy hayot jimi omillari bilan insonni o'zidan yiroqlashtirish uchun loyihalangan. U mahliyo qilg'uchi jalb qilarligi bilan insonga o'zini unutildirishni maqsad qiladi. O'zini unutgan insonlar o'zini tutolmay qoladi. O'zini tutolmagan kishining o'zini yo'qotib qo'yishi muqarrar. Ro'za tutish bu sababdan o'zini tutganlik bo'ladi. Inson qandaq bir ziyon keltirib chiqargan bo'lsa, hammasi o'zini tutolmaganlikdan bo'lmoqda. U tizginlayolmagan til, qo'l, nafsi, havoyi havas, ochiqining jazosini tortadi. O'zini tutib olish, o'zi tarafda turganlik bo'ladi. O'zini tutib olg'uchini Allah'ның tizginlab turdiganligi ma'lum. O'zini boshqara olmagan kishini Allah nima uchun tizginlasin? O'zini tizginlash uchun o'ziga yuzlangan kishi ichki dunyosida tunji uchirtayotgan zot, o'ziga jon tomirdan yaqin bo'lgan Allohdir. Buni bilib yetgan vaqtda fitratidagi banda bo'lish ehtiyojining haqiqiy adresini topgan bo'ladi. Bu insonni bandiga va nafsiga qul bo'lishdan saqlab qoladi. Shunga islom insoniyatning tunji va eng oxirgi panogohi. Chunki insonni komil qilib yetishtirib chiqish kuchi islomda bor. Insonning tirik meyitga aylanib qolishining oldini faqat islom ola oladi. Kofirlar xohlamagan taqdirdimi? Bu bir ko'z yumg'ilib bo'lmaydigan haqiqat. Islom mavjud bo'lgan muddatgacha hayotga bo'lgan umid har doim mavjud bo'ladi. Hayotni ichidan mudofaa qildiganlar mavjud bo'lib turdi. Musulmon dunyoga jang e'lon qilgan va musulmonlarni terrorist qilgan jahongir kuchlar islomning ro'yini qutqizish haqida so'z qilishmoqda. Bu kishining ko'nglini ilishtiradigan yuzsizlik. İnsanlarning ro'yiga tajovuz qilganlarning islomning ro'yini qutqizishdan ig'iz ichish haqqi yo'q. Ular insonni tirik meyitga aylantirib qo'ygan an'ananing varislari. Qutqizmoqchi bo'lgan bo'lsa, oldi bilan o'zining ro'yini qutqizish kerak. Allah rizoligi uchun ro'za tutgan bir musulmon mavjud bo'lgan muddatgacha islomning ro'yi yashaydi, o'lmaydi. Ey Ramazon, kel bizni tut. Mustafa Islom o'g'lining Ramazon yozmalaridan elindi. O'zlashtirguchi Batir Qarxalli.